Assalomu alaykum, Xorazmxo'lar. Xudo xolasa jo'ramizning ham отоплениyaсын boshladik. Hozir ko'rasizlar video davomida. Yine radiatorlarni ko'rdik. Sonda plus trubalarimiz Gidroplus. Gidroplus. Oğul kranlarım hemen şunday. Neleri? Radiatorlarımız, trubalarımız, fittingler hammasi Gidroplus'niki. Bunda trubalarımız Gidroplus. Fittinglerimiz. Bu mahsulotdan gerek bo'lsa, Ehson do'koniga murojaat etaverasizlar. Shu yerda bor. Hamma ishini Gidroplus'ning trubalari, kanalizatsiya boshida videodan ko'rsatdim. Kanalizatsiya trubalari hammasi sovuq suvni o'zini qonligi. Toshli 6 mm ile 5 mm bor 32lik. Suvniki ham Gidroplus. Sifati zo'r. Hozir montaj etib turibmiz. Xudo qaychilar bilan, polni toza qaychilar bilan ishlab, fittinglar hammasi, proniklar ham hamma zappasi bor. Gidroplus proniklar ham sifati zo'r. Adashmag'lar mahsulotlar yine işiniz sifatli chiqadi. Hozir payka jarayoni, polni stiklari hammasi ajoyib. Yapışkan. İşler zor. Sifatli chiqadi ishlariniz. Arka trubalarni yani içi jirilib, netib qolmaydi. Ütüge, nasatga yapışmaydi. Iloji bo'lsa shu nasatgalar har nada almashtirib turishak. Shunda yaxshi bo'ladi. Gidroplus mahsulotini.